Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil topganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yurtimiz bo'ylab tantanali harbiy yurishlar bo'lib o'tmoqda. Bayramona parad Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida ham tashkil etildi. Shahar markaziy ko'chalari bo'ylab mard va jasur harbiy xizmatchilar shaxdam qadamlar bilan yurib, yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi ishonchli qo'llarda ekanini yana bir bor ko'rsatishdi. Jangovar tayyorgarlik va intizom namoyish etilgan jarayonlar hozirgi reportajimizdan o'rin olgan. Termiz shahridagi namoyishkorona harbiy yurishda Mudofaa vazirligi, ichki ishlar organlari hamda Milliy gvardiya tizimi xodimlari tantanali safda qatnashib, o'zlarining tartib intizomi va jangovar tayyorgarligini namoyish etdi. Har bir saf qadamida vatanga sadoqat, burchga mas'uliyat va xalq xizmatiga tayyorgarlik mujassam bo'lib, tomoshabinlarda faxr va iftixor tuyg'ularini uyg'otdi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab Termiz garnizonida joylashgan harbiy qismlar hamda kuch tuzilmalari o'rtasida namoyishkorona yurish paradi o'tkazilmoqda. Albatta ushbu tadbirimizda eng quvonarli jihati nafaqat harbiylar, balki keng aholi vakillari hamda yoshlar ham ushbu tadbirda faol ishtirok etmoqda. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizni, harbiylarimizni 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Bayram tadbirini tomosha qilish uchun shahar aholisi, ayniqsa yoshlar ko'chaga otlanishgan. Markaziy ko'chalarda bugun bayramona muhit hukmron. Vatanparvarlik ruhidagi shiorlar, tantanali marsh sadolari ostida yurt himoyachilariga bo'lgan cheksiz hurmat va minnatdorlik ifoda etildi. Harbiy yurish jarayonida piyodalar va transport vositalarining harakati oldindan belgilangan tartib asosida tashkil etildi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlarimizning tashkil topganligini 34 yilligi munosabati bilan tashkil etilayotgan tadbirlar Surxondaryo viloyati bo'ylab davom etmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Surxondaryodan.